Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizni Dekkan market yanida bo'ladi. Yanimizga keladigan bo'lsak, Ray Center bozor bo'ladi. Yanimiz esa stadion. Yanimizga keladigan bo'lsak, Darital bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Sho'rimizda 3 xonali 85 kvadrat joyimiz sotuvga chiqdi. Esa joyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Ketdik hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 6-qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizni Hadizlerimiz akkuratni, muammerni kafeler koyulgan şu xonadonimiz bo'ladi. Ishlarimiz demir eshik bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim deb xonadonimizga giramiz. Girgan yerimiz ko'rib turganlaringizning keng tushgan hurmatli yurtdoshlar, bir ko'p ishlari bitib turibdi. Joyimizni akkuratni bo'lib turibdi joyimiz. Yine girish qismi ham keng tushgan, kichkina emas, oyoq teylari nönöletib, tashketlib, chiroyli bo'lib qo'yilib turibdi. Montajlari bo'lgan, avtomatlar qo'yilgan, girish qismi keng tushgan, katta dumurli joy. Hozir joyimizni bir yandan tanishtiramiz. Esa girish qismi bir yerimiz bo'ladigan bo'lsa, 10 kolamizdan boshlaymiz. Bismillah deb ishlari qo'yilgan, qayta eshiklardan yaxshisidan qo'yilgan, ataplarga polni o'tgan. Hurmatli yurtdoshlar, bir yerimiz spannimiz bo'ladi. Keng tushgan spannimiz ham kichkina emas, balandligini e'tibor etinglar. Baland bo'ladi. Mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli yurtdoshlar. Mestaga ahamiyat beramiz. Zo'r. Mana mestasini balkoni bor, 2 balkoni bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Mana stadionning yonida bo'ladi. Mana stadion. Ko'rib turganlaringizning. Ajoyib. Mestasi ham zo'r. Yanimizga kelsak, Urdu universiteti ham yaqin. Urdu ko'nib turibdi, yana Urdu. Hurmatli yurtdoshlar. Yanimizda Darital. Yana Dekkan market evirimizda yana. Saraqasi. Mestasi zo'r mestada bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Bu Xorazm baliq bo'ladi, ko'rib turganlarimiz. Ajoyib. Eshiklar ham mebelni aqva eshik bo'ladi, balkon eshiklarini ko'rib turganlaringizni ajoyib. Ko'p ishlari bitib turibdi. Aytib o'tganimizdek, montajlari bo'lgan, ataplarning santexnik ishlari bitgan. Laminat pol bilan bir oboy urdirsangizlar, nasojniy patolog ishi tamom to'g'ri yurib yashaysiz. Yashab o'tirgan ekan bedava. Birimiz katta bir zali bo'ladi. Zal ham keng tushgan, balandlik ham baland. Yine ko'rib turganlaringizda ajoyib batareyalar qo'yilgan hurmatli yurtdoshlar. Aqua ayna. Yine joyimiz umuman gap bo'lishi mumkin emas. Zudlik bilan arzon narxda sotiladi hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz zudlik bilan. Joyimiz kirpichli dom bo'ladi. E'tibor etinglar. Sanuzel, ya'ni vannasini qaranglar, bir xonadon katta, balandlik ham baland. Keng tushgan rakoynalari bor. Bu yerda hamma narsalar tayyor bo'lib turibdi joyimiz. Ulug'likni ahamiyat beringlar. Bu yanimizda yana bir xonasi bor. Bu xonamizda meni ko'rib turganlaringizning balandlik ham baland, ajoyib bo'lib turibdi yana. Joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda kladovka deyin yoki bu yerimiz tualet testida ham bo'ladi, ya'ni birdan bir shuning joyi tasavvur etilgan bir yandan boradi. Bu yerimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizga ahamiyat beringlar. Bu yerimizda gaz, suvdan muammo yo'q. Aytib o'tganimizdek ataplarlar o'tib turibdi. Bu yerimizda duyuq kontenli kotellari bor. Hurmatli yurtdoshlar, gazi kelib atdina gaz. Yine. Vaslat turibdi, gazi bor. Gaz, suvdan muammo yo'q hurmatli yurtdoshlar. Bu yanimizda yine bir balkonimiz bor. Aytib o'tganimdek 2 balkon dedik. Bu yana ilk turibdi ekan. Yine. Ko'rib turibsizlar, bu yerda domliqlar zo'r domlar tushgan bu yerda. Yine. Hurmatli yurtdoshlar, joyimiz zudlik bilan sotiladi. Narx ham arzon narxda. Bu yerlarda bilasizlar, qimmat bo'ladi. Kvadrati 7-8 million yuradi. Kami. Bu yerimiz ham kirpichli dom, gazi bor, ko'p ishlari bitib turibdi.
santexnik ishlari, dokumentonikatollar ham qo'yilgan, gazi bor. Narxına keladigan bo'lsa, hurmatli yurtdoshlar, narxi $46,000 bo'ladi. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvadratini aytib o'tadigan bo'lsa, kvadrati 85 kvadrat bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Esa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuning joy so'rab bergan do'stlarga tashakkur qilamiz.